막 qo'yni kolada, Hongnyoda, anandan keyin o yerda Jaliboda, menda baqibdi ko'rdingmi mana. Ha, do'stlar, yangi shahar Naya, Qo'misheriq yesiq keldik, ha? Qo'misheriq tanamishami? Salomat turdingizmi? Ajoyib bir itizlikning orasidagi bir bog'ich ekan bu, ha? Ha, bu ko'kchilik ma endi bir Urumchida nurg'on odamlar menda yerga 200 ko'yliq mayni ko'ydirib berib, sayohat qilib ketadi bu yerga. O, meyalan. O, meyad birdan bakan-qo. bizning go'har mishad emas ma. Voy, apla, nim bu? Mava Şinjandagi qo'tan mava. Bizning o'yildimi yo'qchimi manda araq va banchan o'tiraylik desak. Ko'rdingmi? Ichimlikli mushichida ichimlikmi? Ha, shu qo'shqaga Oshirib o'tdingizmi? Ya, mana ichga mana yeydigan narsalarni ko'rayapman. Apla, Hongnyo'li turdi juma yerda. Mush narsani rasmish qo'yishchamda? yo'q bu menda bir mishak kelgandan bizma geldi. Ha, bu ko'zning bo'ldi. Aydaraqdi. Ko'zlansa pax yo'g'aroq turmaydi atu. Qancha talsaqliq bor? 12 batta yana chetib mushnadan bo'g'oz qilib yurib, hozir bir 12 ta qoldi. Ma banchanning birini baqalamda. Bu karvat bunda bir o'ttasi xezichi bir. Ha, ma o'zining o'ttag'an karotidan qo'yning karotga qarab qo'yinglar menga. Menga nim bo'lib ketib bardi boshlar. Butun hayot degan shu mushta bo'ldi asli, ha. Bunda bir binani ichiga kirib olib. Biz chiqsak ko'ramiz, men daraxtning tubiga bir tal uy soldim. Daraxtning tubiga. Ha, bu huzur ham bir. Asli odam degan shu mushta edi qo'yva, marayda, to'qova, tug'do. Shunda edi uxlis bo'ldi odam, aslida aram elab, hayot degan mana shu degan naqshini qo'yib, va binoyda shavat qolmay ochiq keldigan bo'ldi hamda. Xo'sh, qo'noqni nimishga berdingiz yana? Aralashtirib yutibmiz. Anida zirqas ma'ni ekan. Men zirqas. Ya, ma'nodan zirikmaydi. Nechilik bo'ldi qo'yib qo'yatqina? Men 10 yil bo'ldi. 10 yil bo'ldi men. Men sizga ikki taklif beray. Men yem to'g'riliq. Birinchi taklif, mava mush qo'yninki junga, terisi, sunki, harakati, ay salomatlikka qarta, osh qo'noqdan tortib hamma narsani gram o'lchab turib retseptlash to'g'an narsa mava. Shuningga, ya'ni buning oldiga yana qo'noq tishib qo'yib qo'ysak, men energiya chiqib ketdi hozir. Mening shu aqsili 19-20 chiqdi. 20% aqsilni sumralaydigan qilib tangshiganda mava. Shuning o'xshagan men hamma narsa tayyor mava. Men qo'noqni ham to'kab qo'yganingiz hamda qayta. Men Anvar bo'shiq jangilan qilganingiz mava. Ya. Buni to'kishga sebab endi bizlar anchimi chalqi lag'ma yatib, anchimi zaringiz kelib qolganda. U yeri mava shaxshumni bering. Bidi bering, bidi bak. İkinci muhim iş, aldığı mana tökep koyman, aşkadek tomusun. Mesela manınki iğirliği 50 kilo kilamda. Ha, 50 kilo kildi. 50 kilo kelse 500 gramdan 700 gram gıcı muş yemde yiyisi buldu. Onun aşkımı beğenmem. Tarazlap 700 gramlık bir kılıp bir gün bir sotka deyim, 300 gram etigende bersiz. Bidi bilen bersiz, şaq bilen. Yap boğandan keyin 1 saat yem yeyiş vaqti. Pakı süpürüp yutung. İşkoğlu qaçtak nas qammusun mana aslında. Mesela nima uchun vaqtida yem berish degandan keyin mana bir yeri baqirang, ha. Amaliyotda odamlar shu vaqtda maqaydi degan paydo bo'lgan qancha yil bo'ldi? Biz aqlimiz kelsak baqir. Aqlimiz bizning aqlimizdan oldin necha ming yil bo'lishi mumkin. İnsanlarning eng bosh davri qaysak, ovchilik davri qaysak, shu tapsi yeyishi mumkin. Ayda. Birini o'g'lab, tashlada, tepib, anandagi shuni esilib yeyishi mumkin shuni, ama bu 3 qitim tamoq yeydi degan gapni qachon degan bu kim topgan gap boshida esib qilgan qana ayaga. Endi mana kelsak, atiganda nashta qilamiz. Tushda qo'saq ravur seymiz shunday-ku, tibobatdim shunday. Kechda normal yeymiz shunday-ku. Tushda odamning qo'sqi ochadigan bir vaqt bor. Minda ketib ba'zilarga tavda mijaz odamninki nervus og'rib ketadi, haliqa 15 minut bir tamoq yemasa shu vaqt bo'lib qolsa. Xuddi bir xumat bo'ldi. Nima uchun desa, mana tamoqning vaqtiga ko'nilgan vaqti. Shu vaqtda maqqa oshqozon, kayfiyat, hamma narsa ashunga oshqozonmo yeyma deb turgan vaqtda qo'ygan ekan. Agar ashadalik tamoq hamma narsa tayyor, xohlagancha yeyvas cho'maslar. Yarim soatda bir yeyvas cho'maslar. Zim qilish yaxshi bo'lmay, ashuna oshqon ko'p bo'ldigan. Ha. Alomat bo'ladi. Shunga baldur kiyim bersakmi, shundan kelib semirish yoki obo bo'lash salomat ahvoliga toz yaxshi bo'lmaydi. Bularni semiradigan malni qarallik vaqtida suni to'yg'ich beramiz, ammo qolgan narsalarni vaqtida qilib beramiz. Bu qo'yning ismi nima? Bu Tensistam Go'hra. Teng'iq chustam. Ha, o'zimizdan marketdan. Ismini. Tensistam Go'hra. Sarqilyanimmi? Beqishimiz shu anda beqasini biz uchun japat atib kelsizlar muyda. Yaxshi bo'ladimda. Ha, minillik qo'shqadirimiz qo'ymaymiz, u tükayatimiz buni. Bu oldidan yenib turdi davomli.